يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vahdahu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dahu. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatli ziyoratchilarimiz, hoji akalar, hoji onalar, biz hozir kelgan joyimiz Uhud jangi bo'lgan joy hisoblanadi. Mana bu orqamizdagi panjarani ichida Uhudda shahid bo'lgan zotlar, Payg'ambarimiz Rasululloh alayhissalomning amakilari Amir Hamza, Mus'ab ibn Umayr va u zotdan tashqari 70 dan ziyoda sahobalar shahid bo'lgan qabriston mana shu joyga dafn qilingan. Demak, u o'sha davrdagi holat, Uhud jangi haqida hammamizni qisqacha bo'lsa ham ma'lumotimiz bor. Risola kinosida, boshqa kinolarda ko'rganmiz. Rasululloh alayhissalom sahobalar bilan Madinadan chiqib mana shu joyga kelib mushriklar bilan katta jang bo'lgan. Mana bu orqamizda turgan Uhud tog'i. Mana shu Uhud jangi degani mana shu Uhud tog'ini oldida bo'lganligi uchun Uhud nomi bilan mashhur. Uhud jangi desa hamma biladi. Sabab mana shu joyda juda katta jang bo'lgan. Musulmonlar ozchilik, mingtaga yaqin, undan ham 200 dan ortiq, 300 tacha munofiq yo'lda qaytib ketadi. O mushriklar ko'p, 3000 danmikin ortiq mushriklar bo'ladi. Juda musulmonlarning holi qiyinchilik holatda bo'ladi. Qurol yarog' ham unaqa kuchli bo'lmagan. Xuddi shu holatda mushriklar juda boy, zodagon, qurol yarog' jihatdan hamma tomondan ularda ustunlik bo'lgan. Shunaqa holatda kelib shu yerda nima bo'lgan? Jang bo'lgan. Jangda mana u ayta turibdi, odamlar chiqyapti ham, o'zi chiqishlik unaqa muhim, zarur bo'lmagan tog' bor. Kamonchilar tog'i deydi. Jabalur Rumot deydi, kamonchilar tog'i bor. Shekka Rasululloh alayhissalom 50 ta kamonchini chiqarganlar. Nima deganlar? Biz yutsak ham, yutishsak ham tushmaysizlar deb tayinlaganlar. Shunda kamonchilar chiqib turgan, musulmonlar avval payg'ambarimiz boshliq mushriklar bilan birinchi urush to'qnashuvda musulmonlar g'alaba qilgan, kofirlar orqaga qarab qochishni boshlagan. U nimani orqasida nariyada Xolid ibn Valid hali musulmon bo'lmagan lashkarboshi 200 otliq bilan musulmonlarni poylagan. Nimaga? Orqadan tog'da orqasidan aylanib o'tib, musulmonlar o'rtada qolib ketishiga shunaqa bir taktika qilishganda, endi reja qilishgan. Lekin kamonchilarni Rasululloh bekorga qo'ymaganlar. U kamonchilar ularni qaytarib turadigan bo'lgan. Ana shu yerda hali birinchi g'alaba qozondik deyishganda nima bo'ldi? Kamonchilardan 40 nafari tushib ketib qoldi. Hali endi biz g'alaba qozondik, u bu narsalarga ega bo'lamiz deb kamonchilar tushib ketib qoldi. 10 ta odam qoldi. Ana shunda nima bo'ldi? Mushriklar orqadan kelib musulmonlarga hujum qilganda o'rtada qolib ketishdi. Juda mushkul ahvol bo'lgan. O'sha kuni bo'lgan juda ko'p voqealar bor. Shulardan bittasi o'sha munofiqlar, qaytib ketgan munofiqlar ko'pi yahudi edi, aksari. Ular yo'lda qaytib ketdi. Lekin o'shalarning ichida bitta Buhayriq degan yahudi bor edi. Rasululloh alayhissalom hadislari borda xoyrul yahud Buhayriq degan, yahudlarning eng yaxshisi bu Buhayriq deganlar. Nimaga? U yahudiylarda olimi edi. Ancha-muncha mulk egasi ham edi. Hammasi nima qildi? Rasululloh bilan shartnoma qilgan edi, bir-birimizni Madinani himoya qilamiz deb. Ana qaytib ketib yorishdi. Oxir oqibat bo'lgan ish
o'sha o'zi yakka qoldi. Bordi yahudlarning oldiga bor. "Ey" dedi, "Sizlar nima va'dalaringda turmayapsizlar? Muhammad va'dasida sodiq turibdi. Bizga xiyonat qilmadi. Nimaga sizlar bunaqa qilyapsizlar? Sizlar bilasizlar Muhammadning haqiqiy payg'ambarligini. Payg'ambarligini bilib turib ham sizlar hozir va'daga xilof qilyapsizlar" dedi. Bu hayriq. Ular yahudlar birortasi unamadi. Shunda aytdiki, "Men" dedi, "va'damga vafo qilaman. Borib Muhammad bilan birga jang qilaman. Agar mabodo men o'lsam" dedi, "butun moli mulkim, bog'larim Muhammadga vaqf" dedi. Keldi-da Rasulullohga iymon keltirdi va jangga kirdi. Jangga kirib o'ldi jangda. Uhudda o'ldi u ham. Ana butun moli mulki Rasululloh alayhisalomga vaqf bo'lib qoldi. Islomda birinchi moli mulkni vaqf qilish shu Buhayriq degan yahuddan qolgan ekan. Shuning uchun Rasululloh alayhisalom yahudiylarni eng yaxshisi Buhayriq degan ekanlar. O'sha kuni juda ko'p voqealar bo'lgan Uhudda. Shulardan bittasi mana Quzman degan odam, u ham musulmonlar bilan chiqqan. U shunaqa shijoatli edi, Makka mushriklarini bahodirlari bo'lardi. Ulardan ancha-muncha odam qo'rqardi-da jangga chiqqani. U shunaqalar bilan haligi Quzman nima kurashib 5 tasini yengdi. Shuni ko'rib turgan sahobaning bittasi, "Ya Rasululloh, Quzman ja shijoatli-da, ja xizmatni zo'r qilyapti-da" dedi. Rasululloh aytdilarki, "U do'zaxi" dedilar. Ko'ryapsizmi? Keyin haligi odam hayron qoldi-yu, Rasulullohning gaplarida shubha yo'q dedi. "Men tekshiray, nimaga u do'zax" dedilar. Tekshiruvdi, 5 ta 6 tasini o'ldirib, o'zi ham endi hali o'ladigan holda turdi. "Sen juda yaxshi jang qilding, musulmonlarni himoya qilding" dedi. Nima dedi? Men musulmonlar uchun chiqqanim yo'q, men Madinani himoyasi uchun chiqdim" deb turib, o'zini qilishi bilan o'zini haligi osonroq o'laydigan ma'noda o'zini o'zi o'ldirdi. Ana Rasulullohning gaplari haqligi. U niyati nima ekan? Madinani himoya qilish bo'lgan ekan. Islom haqida unaqa xohishi bo'lmagan ekanda. Ana shuning uchun u nima do'zaxlardan. Lekin o'sha kuni Usayrin degan bitta nihoyatda nozik, quvvati past odam bor edi. U chiqdi, hech kimni nima qilmadi, o'ldira olmadi, urushda qatnashdi. Lekin Rasululloh alayhisalomga aytishdi, "U jannati" dedi. Rasululloh jannati deyaptilar-a? Hech kimni o'ldirgan yo'q, urushda qatnashdi. O'zi bir bechora. Nimaga shuni dedilar? Uni maqsadi din edi. Niyati dinni himoya qilish edi. Ana shuning uchun nima bo'ldi? Usayrin ahli jannatlardan bo'ldi-yu, niyati dinni himoya qilishlik bo'lmaganligi uchun ali Quzman degani nima bo'ldi? Shuncha kofirni o'ldirsa ham do'zaxlardan. Jang u pasraqda bo'lgan. Jangda qoidasi shuki, qatta shahid bo'lsa, jangda o'sha yerga dafn qilingan. Sahobalarning qabri pastda bo'lgan ekan. Bir vaqtlar Madinani suv olganda qabrlar ochilib qolgan ekan. Shundan keyin bu zotlarni qabrlari ko'chirilgan. Balandroq bo'lganligi uchun mana shu joyga ko'chirilgan ekan. Ko'chirgan zotlar aytgan ekanki, "Biz birorta chirigan tanani ko'rmadik, balki uxlab yotgan zotlarni ko'chirdik" degan ekan. Nimaga desa, Allohning do'stlari hatto Allohning do'stlarini jasadini yer ham nima qilmas ekan, chirita olmas ekan. Go'yo uxlagan odamdek yotar ekan qabrda. Lekin Rasululloh alayhisalom mana shu Uhud tog'i haqida juda ko'p gapirganlar. Jannat tog'laridan bir tog' degan gaplari bor ekan. Biz Uhudni yaxshi ko'ramiz, Uhud ham bizni yaxshi ko'radi degan ekanlar. Va Rasululloh alayhisalom kim bitta janoza namozini o'qisa 1 qirot savob, dafnga qabristonga borsa yana 1 qirot savob dedilar. Shunda "Ya Rasululloh, qirot nima o'zi? Qancha u?" deb so'rashganda 1 qirot deganim bitta Uhud dedilar. Ya'ni bitta janozada qatnashsak Uhudchalik savob, qabristonga borsak yana shuncha savob. Endi shu janozani biz Masjidun Nabaviyda o'qisak 1000 ga ko'payadi. O'sha janozalarga ergashib qabristonga kirib dafnda qatnashsak yana 1000 ga ko'payadi.
xuddi shu janozani Alloh nasib qilsa biz Baytullohga borib o'qisak, atta 100 mingga ko'payadi. Namozlarimiz, zikrlarimiz, istig'forlarimiz, tasbihlarimizga mana shu har bittasi o'zimizning vatanda bittadan nechtadan savob deyilgan bo'lsa, u Baytullohda 100 mingga ko'payadi inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Navbatdagi ziyoratchilarimiz bilan bugun mana Makka ziyoratiga chiqqanmiz va Savr tog'iga kelib, bu yerdagi tarixni joyida o'rgangan bo'ldik. Alhamdulillah bugungi Makka ziyoratimizda belgilangan hojilarimiz bilan mana Arafat vodiysiga Jabalur Rahma rahmat tog'iga keldik va bu joyda duo ijobat bo'ladigan o'rinlarda albatta hamma uchun alhamdulillah duo qildik. Bizdan duo umidvor bo'lganlar haqqiga hammalariga duo qilgan bo'ldik. Alloh qabul qilsin. Assalomu alaykum. Butun O'zbekiston ahli, musulmonlar. Biz mana Safo Travel firmasi orqali ziyoratga keldik. Biz ulardan minnatdormiz. Har bir borgan joyimizdan chiroyli taassurotlar bilan gapirib berishdi. Qolmasdan ravzalarga chiroyli qadamlar bilan, chiroyli niyatlar bilan kirdi. Mana Arafat tog'ida turib bizani bushliga olib boshlab kelgan Safo Travel firmasi boshqa Shukrullo domla, Abdulaziz, Rahmatullo qori, Abdulloh shu bolalarga minnatdormiz. Hammani kelinglar Safo Travel firmasi orqali kelishinglarni so'raymiz. Bular xizmatlari til ojiz. Hammasini bir og'zimizni chaynab solib qo'ygandek qilib olib yurishibdi. Aziz qilib
ardoqlab, biron marta zahmat chekkanimiz yo'q. Hammalarga rahmat, xizmat qilayotgan men videochi bolamni ham tan jon sog' bo'lsin. Abdulazizga gap yo'q, Shukrullo domlaga, Rahmatullo qoriga, bu yoqda Abdullohga hammalarni ham tan joningiz sog' bo'lsin. Kelsanglar mana shu qayta kelish nasib qilsin. Safo Travel bardavom bo'lsin iloyim. Biz kelgan joyimiz Arafot vodiysi deb ataladi. Bu tog' Jabalur Rahma, ya'ni rahmat tog'i deb ataladi. Arafot deb atalishligiga ikkita sabab keltiriladi. Birinchisi, Odam alayhissalom jannatdan quvilib yerga tushirilgandan keyin biri Jidda yaqiniga, biri Shri Lankaga tushgan deyiladi. Ya'ni yer yuzida bular uzoq yillar sarson, sargardon bo'lib yurishdi. Mana bu jannatda qilingan gunohlari, qaytarilgan ishni qilganliklari uchun. Qachonki odam atoyimiz mana bu Jabalur Rahmaga yaqin kelgan vaqtda Arsh-i a'loda ko'rgan yozuvini eslab, mana bu ya'ni tahlil kalimasi la ilaha illalloh Muhammad rasululloh shu kalimani eslab Allohdan istig'for so'ragandan keyin Alloh taolo odam atoyimizni tavbasini mana shu joyda qabul qilgan ekan. Va Havo onamiz bilan, ya'ni bularga aziyat bo'lgan, bir-birini topa olmasdan uzoq yillik sargardonlikdan keyin mana shu joyda ya'ni tavbasini Alloh taolo qabul qilib, shu joyda bular bir-biri bilan ko'rishgan. Ya'ni bularni bir-birini ko'rib, tanib, ko'rishgan joylari bo'lganligi uchun Arafa, ya'ni tanidi, bildi degan ma'noni beradi, lug'aviy ma'nosi. Shular bu joyda ko'rishganidan keyin tavbasi qabul bo'lib, shunday Arafat deb nomlangan deyiladi. Yana biri Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo Makkaning chegarasini, haj hududlarini va mana shu narsalarni Jabroil alayhissalom Alloh taolo buyurdi, Jabroil alayhissalom ko'rsatib berdi. Makkaning chegarasini belgiladi, jamoratlar belgilandi. Arafat vodiysining chegarasi ham belgilangandan keyin hammasi mukammal bo'lgandan keyin Jabroil alayhissalom Ibrohim alayhissalomdan Arafta deb so'ragan deyiladi. Ya'ni bildingizmi degan ma'noda so'ragan deb aytiladi. Ikkinchi, mana bunday atalishligiga sabab shuni keltiriladi ulamolarimiz. Payg'ambarlik boshlanishilik yillarida qanchalik muhim bo'lganligi shu joydan bilsa bo'ladiki, Hadicha onamiz aytdilar. Ya'ni avval iymon keltirgan Hadicha onamiz bo'ldi. Men shunaqangi zotni ko'rdim, farishtani ko'rdim, shunaqangi narsalar bo'ldi deganda, albatta Hadicha onamiz ikkilanmadilar. Bo'lishi mumkin emas degan narsani umuman tiliga keltirmadi. Albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ishonib turib bir ajoyib so'z aytganlar. Siz albatta sizni Alloh zoyi qilmaydi. Chunki siz silai rahimni yaxshi qilasiz. Ya'ni qarindosh urug'chilik aloqalarini chiroyli holatda ado qilasiz. Albatta sizni Alloh zoyi qilmaydi. Bu narsada albatta bir hikmati bor deyiladi-da va amaksini o'nlarga yetilib berdi. Shunda Varaqa ibn Nawfal payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oxirgi payg'ambar ekanligini va bu kishining ishoratlarini va payg'ambarimizni hayotida bo'ladigan mashaqqatli davrlarini aytib beradilar. Ya'ni sizda shunaqangi mashaqqat bo'ladi, hamma qabila sizga qarshi chiqadi, ko'pchilik sizga dushmanlik qiladi va siz bu yashab turgan diyoringizdan ko'chib boshqa joyga ketasiz. Ya'ni sizni haydab chiqarishadi deganda avvalgi narsalarga indamay turgan edilar payg'ambar. Lekin mana bu holatni eshitib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hayron qoladilar. Meni haydab chiqarishadimi? Meni o'z diyorimdan, Makka-yu Mukarramadan meni haydab chiqarishadimi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayron, ajablanib qoladilar. Va kelajakda shunday bo'ladi ham. Hozir bir Savr tog'ida eslab o'tdik. Albatta bular joniga qasd qilgan vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jonini qutqarishlik uchun Allohning izni bilan Makka-yu Mukarramadan Madina-yu Munawvaraga hijrat qilib ko'chib o'tdilar. Alhamdulillah va Madina-yu Munawvarada islom yuksalib butun dunyoga tarqaldi. Alhamdulillah bizi diyorlarga ham keldi. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bizi ota bobolarimiz ham bu dinni qabul qilibdi. Alhamdulillah bizgacha ham yetib keldi.
Alloh taolo bizni ham qalbimizga iymon nurini kiritdi. Bunga hamd sano aytishlik bilan buni adoga yetamiz. Alhamdulillah. Mana biz hozir ko'rib turgan kapalar hayma deyiladi. Bu kapalar yonmaydigan matodan qilingan. Arafat vodiysidagi yig'ishtirilib tashlangan 50 talik. Bular lekin yig'ishtirilmagan, doimiy turadi. Bular o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan maxsus matodan tayyorlangan shunaqangi joylar. Endi bu joyda binolarni ham qurilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Yana ham sharoitlarni yaxshilashlik maqsadida binolar ham bu joyda bino qilingan. وفي نقلة نوعية في تاريخ هذا الصرح الإسلامي انتقل إلى حي أم الجود بمكة المكرمة.